Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabında biz Abbasilanın 34. halifesi En-Nasır Ledinillah degan halifenin hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu padişah nayet uzun mezgil devir sürgen. Tahminen 50 yıl yarım eser. Yani Hicriye 575. yıldan Hicriye 622. yılgacha devir sürgen zat bu. Bu adamın ismi Ahmet. Kunyası Ebul Abbas. Yani Ahmed ibn Mustaz'i bi emrillah degan bo'ladi. Oldingi darsimizda o'lib ketgan Mustaz'ining o'g'li. Bu zat 553 yili Recep ayının 10'i düşenbe günde tug'ilgan bo'lib, onasi Türk. İsmi Zumrat Khan. Bu adam dadısı o'lib ketgan 575 yili Zulqa'daning 5-lam xalifelik maqomiga chiqqan. Xalife bo'lgandaydi. Bu adamga bir qism ulamolar ijozat bergan. Demak, bu ulamo deyishga bo'ladi. Dadısına ait köp ehmiyet verip okutkan. Cümleden Ebul Hüseyin Abdülhak Yusufi, Ebul Hasan Ali ibn Asakir Bataihi ve Şuhada Katarlık ulemalar şu devrinin katı ulemaları bu adamı icazet bergen. Ya hadis pellerde deyimiz, ya tefsir pellerde deyimiz, ya nesef vakaza. Umu hem bir kısım ulemalara icazet bergen. Şu uzun aşı hayat vaktidilam bunun özüdün başka bir kısım ulemalar hadis sözlügen. Demek bu hadis ilminde icazet alganken ve başkalarına icazet bergenken. Demek bu xili katlı büyük ulema halife deyişki buludu. Bunun din hadis sözleş için aynı devirdeki kişiler naiti beste musabıqlaşıp bitətti dedi. Sebep isnat emas. Bunun pəxirleniş. Halifenin namıdan bunda hadis anlagan. Ya halifenin hadis tanışıgan dep başkalarına yetkiziş, iftixarlanış asası da bunun namı da mesela bu okutkan bolla hadislerini başkalarına sözlep verir. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh şundak deydi. Bunun dek uzun halife bulup bakkan adam yok. O 47 yıl halife boldu emasmi? Bunun hayatı yani halifelik devri davamlıq izzet, şan şeref, düşmanlarga davamlıq zərberdigan muşta peytlerini bişinden ötkəzdi. Bütün padişahlardan galip kıldı. Yani üstün. Hiç qandaq bir xorluq esib bakmadı bu. Demekçi boğunu hiç qandaq bir padişah bununla burun padişahlık mesela xalis düşürütüdügan, hukuk ötmeydigan derecede emas. Özün hukuklarını keskin yetidigan. Bunun devletide karşı çıkıdigan hiç bir topulanıcı yok da buplu qalsa bunu yer bilen yeksan kılıdı. Muhalifetçi güçlerini derhal yoktudu. Her kandak yamanlıkni ko'ngliga pükken adamni Allah Taala xarlık yak mağlubiyet bilen aşkarlaydı. Yoktudu. Bu adamның zamanı şundaq bəxt saadetki cümgen bəxtiyar zaman bozumu bu padişahlık, sultanlık, devlet siyasetlerine nait zor ehmiyet bergen büyük padişah, halife. Puhralarının meyli çoğun, meyli kiçikleri bolsun. Bularının bütün hemme işleri bu adamның kuluğuna berip durat dedi. Dünyanın o çeşitdeki haberler bu adamga şu başka padişahlarının içki ve taşkı işlerini hemmine haberini yetkizip duratdı. Demek bu adamdaki zamanında istihbarat pek güçlük deyişki boldu. Nayet güçlük. Nurgun adamlar var. Nayet terbiyelengen, nayet akıllık, nayet zerek adamlarını devletinin yaşıyor. Öcür böcürgüce adamlarını koygan deyişki boldu. Demek bu hukukni
qanday tutishni biladigan büyük padişah. Bu adamның acayip hiyilleri, adam bilmeydiğen hiyil mekirleri var deydi. Hiç adamның xiyali kemmigen şekilde adamını aldı ötetti. Mesela birbiriga 3 düşman padişahlarının arasında bilmegen ahval aslında dost aylandırıp ötetti deydi. Birbiri bilan ittifaq padişahının arasında ular bilenmegen, sezmegen halda birbiriga düşman qilib qo'yadi deydi. Mush orqaliq yana demak bu adam huquqni nihoyatda kuchli tutib tura olganda buna sezgir siyosatda o'tkirlikka chiqib turdi ma podshohniki. Xalif Nasr Lidinillah bilan Mazandar voqeasi, Mazandaron deydigan bir shahar borda. Bu ayni vaqtida Iroq atrofidagi shaharlarning biri. Balki mana Iron tarafda bo'lsa kerak. Bu yerning elchisi yetib kelibdi. Bu xalifaga kunliki kechalarda qilgan ishlarning doklati kelib turadi ekan. Mazandaronning elchisi nima ish qildi, nima voqea ushaq ishlarning hammasi xalifaga yetib kelayotganda. Bu Mazandaron elchisi shundoq yo'shosimi bu xabarlar podshohga xalifaga yetib kelib turdi ekan. Bir kunsi bir babi sir, ya'ni maxfiy darvozadan kirib chigan bir ayol bilan bu adam yolg'iz bilib turib qolibdi-da. Darhol bu dokulat yana mushto'g'irliq podshoh xalifaga kelib bo'libdi. Buningda bundaq mazmun yozilgan. O xatda yozilgan mazmun tövendikçe. Üstünlarda naiti qilin palto jo bo'lib, pilning surti tushirilgan deb yozilgan. Demak, shu ayollar tug'an vaqtida qanday palto, nima kiydi zadi, hammasi aniq deyilibdi-da. Bu odam hayron qilib Bag'doddan chiqib ketgan deydi. Xalifa g'aybni bildikan deb shak qilmay chiqib ketgan. Amaliyotda bu odamning kaynida nurg'un razıçık adamlar var. Belki bazı satra şekilde, bazı ordunun hizmet şekilde mesela. Bazı ahlak şekilde adamlar buluşu mümkün. Bu demek devletin ayeti yaş tutup mağalıgan büyük halifelerden değişik oldu. Çünkü İmamiye mezhebidekiler, İmamiye dediğimiz mi şu Şialarınki, Rafizilarınki bir kısım. Bula bu İmamul Ma'sum amildarning qo'shqidagi narsani biladi. Tamning o'tarpidagi narsani bilalaydi. Ya'ni g'aybni bilalaydi deb e'tiqod qiladi. Demak, mush xalifani mush İmamiye mazhabiga o'xshash bilib ketdi degan gapda. Bu odamga Xavarizmshohning elchisi yetib ketdi. Bir tomoliq xat picha silingan o xatga. Şundan o elçiga qaytib ket. Nima sabab bilan kelganini biz bilib bo'ldik deb odam chiqartibdi. Demak bu Xavarizmshohning elchisimi? Bular g'aybni bildikan deb qaytib ketgan deydi. Demak orduda Xavarizmshohning ordusi bo'layotgan voqeani bu xat kelishdan burun elchi kelib bo'lganda, demak podshohning ordularida bu odamniki kuzatchilik qiladigan maxfiy josuslar bor deganga. Hatta İmam Zahabi rahmetullah aleyh shunaq deydi. Bu Nasırning jindan xizmatchisi varmiki deb ashta gap taralgan deydi. İnsan o'ylab bakmagan meselelarni bilib olganda shu. Xavarizmshoh bu kimi degan vaqtida bu Muhammed Alaeddin Xavarizmshoh deymiz. Bu Selçuklulardan keyingi Türk dünyasının büyük bir padişahlıqını, imparatorunu qurgan adam. Xavarizmshoh davlati deb. Hozirgi O'zbekistonning Xiva degan yurtida. Xavarizmlar hozirgi Osmonlarning avlodlari deyiladi.
Bu aynı vaqtida Selçuklarninki kichik bir yezi kentning boshlig'i edi. Selçuklar ojizlashib boshlagandan keyin mana bu kishi o'ziniki dadisidan qilib qolgan bu kichik bir kentning begida hamda kengaytib bu davlatni ajoyib zo'raytgan. Şoňlaşqa Xurasan ve Mavran Nahlni egallagan Xavarzmshah. Hatto xalifaga xars qilib kelganda. Bu Xavarzmshahlar hamda G'arb Qarxoniylarni davlatni munqarz qilganlarmış. G'arb Qarxoniylarni munqarz qilgan. Onundan başqa Selçuklarni munqarz qilgan. Demek bu münayeti zor bir imperiya deyishki bo'ldi. Bu hamda Xavarzmshah lekin bek haddidan eshib ezveylib ketdi-de shu paytlarda. Hatto cho'ng podsholarni qul qilib etdi. Nurg'un xalqni yo'qotdi deydi. Öz shaharlarda Bani Abbas nomida xutba o'qishni chekladi. Chunki Nasr lidinillah xatavatga meni e'tirof qiling degan. Bu xalifa e'tirof qilib unmagandan keyin hatto xalifalikni yiqitib, buning o'rniga boshqa xalifa saylayman deb kuchigan deyildi. Şoňdan Bagdadni ko'zlab kelib, Hamazon kelgan vaqtida Hamazonni qattiq qayg'ib ketib, 20 kun bu yerda turib qoldi-da. Mana mushu qarda bunaning nurg'un askarlari o'lgan. Bu paytsiz holatda bularni qor qoplab ketgan. Ya'ni qor yog'maydigan odatdagidek bunday paytlarda bularni mushu qor to'sib olgan. Shu hatto ba'zi bu odamningki xos odamlari bunga gap qilib, mana siz payg'ambar oilasini nishonlab ketdingiz, Allohning g'azab tushdi deb gap qilgan. Shundan oxirda boshqa turkiy millatlar buningga qarshi chiqibdi, davlatni egallab olish tamoyilsiz bo'libdi deb gap taralgandan keyin, chunki bu odam davlatning markazidan chiqib yiroqlab ketgan hamda darhol qaytib ketgan. Mana bu qaytib ketishning sababi mana mushu edi dedi. An-Nasr lidinillah urushsiz bu odamning yomonligidan qutulib qolgan dedi. Agar bu qor yog'magan bo'lsa, Abbasiylar xalifasi Mo'g'ullar davrida emas, Xavarzmshah davrida vayron bo'lgan bo'ladi. Balkim yangidan saylagan xalifa Ali oilasini bo'lib qolishi mumkin. Yoki xilofatning markazi O'rta Osiyoga yo'tkilib ketishi mumkin. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.